o'zi notebook olib bering deyapti-yu, notebookga hozir pulim yetmayapti-da. Ha. Telefoni bor. Naushnik nima qilasay? Nima olib beryapti? Naushnikni eshitsa qolmang. Undan sizga hozir zo'r investitsiya. Nafaqat pul, o'zingiz kelajak uchun investitsiya qiling. Notebookga pul yetmayaptimi-da? Ichida chexoli bor. Mana, Chexollar yaxshi ekan. chexoli. Qani, iPhone 17 ni o'qishdan qarang. Nafaqat telefonda o'zi bor. Bu telefon qilib ishlatsangiz bo'ladi. Kompyuter qilib ishlatsangiz bo'ladi. O'zi ichida klaviaturasi bor. Mishkasi bor. iPhone. Faqat iPhone sinagingiz. Oh my god! Shu shart bilan. Bu skidkasini ham qilib beraman sizga. U foiz chegirmada qilib beraman. O'zini original zaryadligi, kalitlari, golovkasi, etichkasi bilan. Siz bitta o'q bilan ikkita quyonni o'ldirasiz. Hozirgi ayni daqiqada ham notebook, ham telefon bilan. Faqat sal kattaroq ko'chada olib berolmaydim, lekin uyda bemalol qo'lida telefoni bor. Shu paytda qo'lida telefoni bor. Naushnik nima qilasan sizga? Ham naushnik. Ham planshet. Ham kompyuter. Bir o'q bilan bir emas, 3 quyonni o'ldirasiz. Bilasiz. Nega qiladi sizga 10% chegirma qilib, xohlasangiz variantga, xohlasangiz narxga. Tutyapsiz.